ağır haleti iken, çağırıpken qaysı bir insa atılay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in közüge rahmet etken. Bicar ayal şunçqiyin halet kaptı. Verip etsen iyi yerge saat olsun. Bu haberini anlaştırdım ayal zat deb kaldı. Qandaq qilay? Şeriat, Qur'on, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tomonni qilsa, men buni buzolmayman. Berib atamga ayting, mendan rozi bo'lsin. Uning bilan endi qiyomat ko'rishamiz. Otasi bichora haqiqatda qizining didorini ko'rolmay ketib qoldi. Qiz otasini ko'rolmay qoldi. Eri safardan qaytib kelib, birinchi bo'lib ayolning dod degan ovozini angladi. Ayol aytdi, agar shu kuni siz otangnikiga barsang mayli deb qo'ygan bo'lsangiz dedi, otam bilan hachini ko'rib olgan bo'lar edim. Mana endi yig'lab o'tib ketdi. Eri nima qilarni bilolmay turib, shu asnoda darvoza taqildab qoldi. Asla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib turibdi. Marhaba ya Rasululloh, xush keldingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib o'tirib duo qildi-da, "Falon sahoba uyumushimi?" "Ha, ashi. Hozir Jibril alayhisalom menga Allohdan xush xabar elib keldi. Sening ayoling Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilish bilan yerga itoat qilishning barobariga hatto olamdan o'tadigan sakratda yotgan otasini ham ko'rgili barmaganligi uchun o'zini va otasini Alloh jannat qildi" dedi. Ayol shu chog'da erining qo'lini tutib bag'riga bosib yig'lab ketdi. "Rahmat sizga. Siz tufayli men Allohning rahmatini topdim. Siz tufayli otam Allohning rahmatini topdi. Agar siz shu hukmni etmaganingizda edi, men va otam Allohning rahmatini topolmas edik." Ey qarindoshlar, erini rozi qilish Allohni rozi qilganlik. Buni faqat diyonatli ayol biladi. Agar erini rozi qilib ketgan bo'lsa edi, eriga qabul bo'lmas, ammo shariatchi, Qur'onchi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer men bir kişini yeni bir kişiye secde kılışına buyruğucu bolgan bolsam idim, elbette ayolning öz yerge secde kılışına buyurgan boladım degan edi. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatima radhiyallahu anhaning uyiga bordi. Kirsa Fatima anamizning yig'lab ko'zlari qizirib ketdi. "Ya Fatima, limaza tabki?" "Ey qizim, nimaga yig'laysiz?" deb so'raganda Fatima anam: "Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuy o'g'lingiz Hazrat Ali radhiyallahu anhu bilan o'tirib og'zimdan bir gap chiqib ketib edi, bu kishi yig'lab ketdi" dedi. "Nima degan edingiz?" "Men sizdan nima ko'rdim dedim, bu kishi yig'lab qoldi." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dunyoda g'azab kelgan zot emas edi. Ammo tarixiy kitoblarda ikki joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'azab keladi deb kelibdi. G'azab kelganda ko'zlari qizirib ketadi. Ko'zi qizarganda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'azabi qattiq ketdi deb biladi. G'are shu Fatima onamizning so'zidan keyin ko'zlari qizirib ketdi. Qizga gap qilmay ketdi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. Bir hadisde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayollar cemaati götürüp, iyi ayollar cemaati, sadiki beyanlar. Çünkü mağazlar ayollarının köprağını devzak ahli görsüldü degende, ayollar, "Yine ya Resulullah, neymi için ya Allah'ın peygamberi?" deb sordu. Şu çağda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Tekfurnel la'na ve tekfurnel asire" deb cevap vergen. La'natni gapirishlar ayollar va ironli kafir bo'lsa, yana shuncha yil turmush kechirib ozroqni jiddalashib qolsanglar, sen menga nima qilib bergansan, men sendan nima ko'rdim deysizlar degan ekan. Bir necha kundan keyin Fatima onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib aytdi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shu o'g'lingiz Hazrat Alidan o'zini so'radim. U kishini o'ltirg'izib qo'yib Ka'batullohni tavof qilganda atrofini tavof qildim. 70 marta peshonasini tavof qildim. Bu kishi kulib ketib meni kechirdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizga qarab: "Alhamdulillah, Xudoga shukr qildim. Agar kecha siz yeringizni yig'iltib qo'yib o'lib qolganingiz edi, sizga jinoza namozini o'qimasdan ko'mishni buyurar edim" dedi. Yerini narozi qilib yig'ib qo'yib o'lib qolsa, "Ben jinoza ko'mishni buyurar edim" deb o'zining qiziga shunday dedi. Bu narsalarni kim biladi? Diyonatli ayol bilmasa, muslima ayol bilmasa. Yana bir hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ayyuma imratin matat wa zawjuha anha rada dakhalat al-jannata." Qaysi bir ayol eri u ayoldan rozi bo'lgan holatda o'lsa, jannatga kiradi. Mana erini rozi qilib jannatga erishgan biz ayollarning birdan-bir qila oladigan eng qimmat amalimizdir.
Her qandaq bir mümin Müslüman öz üstündeki hakkını qandaq ada qilishni bilganidagi erini rozi qilib jannatga erishishning haqiqatan oddiy va ulug'vor bir amal ekanligini bilgan bo'ladi. Shuning uchun ey muhtaram jamoatlarimiz, farzandlarimizni, qizlarimizni diyonatga tarbiyalaylik. Farzandlarimizni jumladan avvalan o'zimizni mana shu aytilgan diyonatdan mustahkam qilaylik. Shu chaqda siz bilan biz orzu qilgan baxtli oila dunyoga keladi. Shu chaqda siz bilan biz orzu qilgan islomiy oila dunyoga keladi. Shuningdek oilada biz bir-birimizni tushungan, bir-birimizning haqqini bilgan bo'lsak edi. Erning haqqi nima, ayolning haqqi nima, otaning haqqi nima, farzandning haqqi nima, qo'shnining haqqi nima, bularni bilganimizda edi, bizda hech qachon urush janjal bo'lmaydi. Urush janjal bo'lish, dardalash bo'lish degan oilaning buzilishi, otaning boladan, bolaning otadan ranjishning hammasi bir-birimizning haqqini bilmaganligimizdir, zo'r qarindoshlar. Shuning uchun bundan keyingi o'yinchilarning yig'ilishlarimizdan g'animat bilib, behuda kulib chaqchaq, g'ayrat shikoyat, quruq paranglarning o'rniga bizlar rioya qilishga, o'rganib bilish tegish haqlar ustida o'zaro nasihat qilishib, fikr almashtirib, bilimsizligimiz, nodonligimiz tufayli bo'layotgan inoqsizlik, isbotsizlikni tugutish uchun cho'qim bilmaganlarimiz bilganlardan o'rganishimiz, bilganlarimiz bilmaganlarga astoydillik bilan tushuntirib, Allohning kalomini Qur'on Karimni dars qilib, Qur'on tilovat qilib, o'zimizning hojat maqsadlarimizni Allohdan so'rab duo qilish bilan oyoqlashtirsak, bizlarga Allohning rahmat qilib turishiga gap yo'q. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda bunday degan: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yasra' bihi nafsuhu." Agar bir jamoat Allohning o'ylidan bir o'yga yig'ilib, Allohning kitobi Qur'on Karimni tilovat qilib, o'zaro dars qilib o'tirsa, ularning ustiga Alloh tomonidan bir xotirjamlik tushadi. Ularning ustiga Allohning rahmati qo'yilib turadi. Va farishtalar ularni o'rib oladi. Alloh taolo ularning mukarram farishtalarning ustida maqtaydi. Ya'ni, qaranglar mening bandalarimga, ular mening kalomimni tilovat qilishadi. Mening kalomimni tilovat qilishdan, bilim o'rganishdan meni zikr qilyapti deb maqtaydi. Agar bir kishini o'zining amalini bilolmasa, ya'ni olg'a bosira olmasa, u kishi uning nasabi yuzlanmaydi. Ya'ni o'zi tirishib yaxshi amal qilmasa, u odamning nasabining katta bo'lishi u odamga manfaat qilmaydi. Ey aqlli qarindoshlarimiz, hadisning mazmunini elib aytganda, har birimiz o'zaro yig'ilgan so'rovlarni g'animat bilib, vaqtimizni qadrlab, yehuda quruq qaranglarning o'rniga o'z baxtimizning, xo'shalligimizning manbasi bo'lgan Allohning kitobi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan ta'lim tarbiya olib, o'z baxtimiz uchun o'zimiz tirishib, yaxshi amal harakatlar bilan shug'ullanmay, ota-onamizning nom sharifi va mol boyligining yuqori bo'lishi bilan ta'xirlab yursak, oldimizga baxt va xushallik o'zligidan kelib qolmaydi. Buning uchun cho'qim o'zimiz tirishib, izlab amal qilish bilan birga har doim Allohga sig'inib, Allohdan tilab duo qilib turishimiz lozim. Agar biz chin dilimizdan Allohga sig'inib duo qilsak, albatta Alloh taolo duoyimizni ijobat qiladi. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى سورة بقرة نمبر 86 oyatda bunday dedi: Mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rsa, ularga aytdimki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Menga duo qilsa, men duo qilishning duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin. Ya'ni avval menga ijobat qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni menga aytgan iymonida chin tursin dedi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ad-duo muqul ibodat. Duo degan ibodatning yiliga, ya'ni yiltizi dedi. Chunki duo qilganda duo qiluvchi o'zining haqiqatan Alloh taolaning oldida ojiz va muhtoj ekanligini eslash bilan birga, o'zi duo qilayotgan zot Alloh taolaning yakki ibodat, yolg'iz, hammaga qodir, duolarni ijobat qilish qodir zot ekanligini his qiladi va shuning iqror bo'ladi. Yana Alloh taolo ud'uni astajib lakum dedi. Ey bandalar, menga duo qilinglar, men sizlarga ijobat qilaman dedi. Mana bu oyatlarda Alloh taolaga istoydillik bilan duo qilsak, duolarimizning ijobat qilinganligi hamda duolarimizning ijobat bo'lishi uchun oldi bilan Allohga ijobat qilishimizning, ya'ni iymonimizni chin turgan holda Allohga bo'ysunishimizning shartligi bayon qilingan. Shunga barliq qarindoshlarimiz hammamiz birlikda hojatlarimizni tilab Allohga sig'inib duo qilaylik. Amin.